Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi Norinlarga ishimiz davom etib turibdi. Deydi, qilgan ishlarimizdan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu yer bu 3 etajli bino. Mana bordyurlarni quyganmiz. Podvalni ajratib olganmiz. Birinchi etajga chiqish bor. 13 ga 33 lik zinapoya. Chiqib tushishga osonroq qilib qo'yganmiz. Bordyurlarni quyganmiz mana. Podvalga zinapoyamiz ham bo'lgan. Podvalga tushish zinapoyasi mana yondan aylanib tushgan holatda. O'zingni ko'rib xizmatli bo'lsin, umrimni qo'ldiraman, aloqa chiqaverasizlar. Endi hozir ikkinchi etajga boshlaymiz. Mana armaturlarni sviyaska qilib chiqarib qo'yganmiz. Ikkinchi etajimiz ham 9 pog'ona chiqib, 11 pog'ona qaytadi. Tepada plashatka bo'ladi. Ustumsiz arka qilib beramiz. Qolgan ishlarimni ham video qilib turaman, o'zingni ko'rib baho beraversizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli qilib quyib beramiz zinapoyalarni. O'zingni bog'lanaverasizlar. Mana qilgan ishlarimiz. Ikkinchi etaj ham cho'tki chiqadi, xudo xolasa. Hali video qilib turaman. 5 stoka bir tomondan chiqib, o'rtada plashatka bo'ladi, tepaga qaytadi. Tepada ham plashatka bo'ladi, ustimizda arka holati bo'ladi.